YouTube kanalimga video chiqarmaganimga 1 oy bo'libdi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Barchaga salom, sizlar bilan Blazing FF. Bugungi videoda men top 5 ta almaz beradigan ilovalarni o'rnatdim. Almaz beradimi, yo'qmi, buni videoda bilib olasiz. 12 ta obunachiga ham yetibmiz. Maqsadimiz 100 ta obunachiga erishish. Qani bo'lmasam, videoni boshladik. Birinchi bo'lib shu ilovani tekshiramiz. Bruh. Nope. Bruh. Bu yerda barchasi yolg'on. Qilib ko'rishingiz ham mumkin, lekin bermaydi almaz. Demak, birinchisi o'xshamadi. Keyingi ilovamiz mana shu bo'ladi. Qani bo'lsam, let's go. Bruh. A few moments later. To'g'risini aytsam, 1 minut shunaqa bo'lib aylanib turdi va oxiri ochildi. Almasni qidirish vaqti boshlandi. Har nima qilib ko'rdim, lekin almas bermadi. Demak, bu ham o'xshamadi. Keyingi ilovaga navbat, lekin bermasligi ham mumkin. Tekshirishimdan oldin albatta kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Yeah, boy. Bu Bruh. yerga ID kiritish kerak ekan. Nice. Mana bunaqa narsalar chiqyapti, lekin bossam kirmayapti. Va oxiri kirganda mana bunda yozuv kelib chiqdi. Bu so'zning ma'nosi this game is only for interna bir tushunmadim. Purpose if you face any kind of problem in our game. Please contact with us. We are ready to help you 24/7 support available. Bu so'zni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bu o'yin kulgu tariqasida yaratilgan. Agarda sizda bu o'yinda problema chiqsa, bizga yozishingiz mumkin. Biz sizga yordam berish uchun 24 soat tayyormiz degan ma'noda yozilgan. Bittasini tanlab bossam claim degan yozuv chiqdi. Bossam mana bunaqa yozuv chiqib keldi. Endi navbat shu ilovaga. A few minutes later. Almazingizni bu yerdan olasiz, rewardni bu yerdan olasiz, savollarga javobni bu yerdan topasiz, almas to'plab almas yig'asiz. Menimcha almas bersa kerak deb o'ylab qoldim. Reward tomoniga o'tsam almaslar chiqdi. Sizda yetarlicha point yo'q almasni olish uchun. Bruh. Bu yerda sizga test berar ekan, siz savollarni topishingiz kerak bo'lar ekan. Topsangiz sizga almas berishar ekan. Bu yerda salgina miyani ishlatish kerak ekan. Five minutes later. Hamma topshirig'ini bajarib, 150 ta pointga ega bo'ldim. Mor quizni bossam, 11 soatdan keyin olasan deb chiqib qoldi. Demak, men bu o'yinga ertaga kirar ekanman. Unday bo'lsa, boshqa almas beradigan ilovalardan sinab ko'ramiz. Huh? Albatta 120 ta almasni bosdim, lekin mana bunaqa narsa kirib ketib qoldi. They ask you how you are, you just have to say that you're Bruh. fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Almas degan yerga kirsam, 100 ta almas, 120 ta almas deb chiqib keldi. 100 ta almasni bossam, Bruh. shuncha almasni olgandan keyin shari tomonga o'tsam, almas verdi.
va 120 ta olmazni bossam, mana bunaqa yozuv chiqib, ola olmaysan dedi. No, you're trash. Demak, bu o'yin ham meni aldadi. Ertasi kuni E o DJ Série Jazz. barchasi yolg'on, sizga bitta ham olmos bermaydi, shunchaki vaqtingizni yeydi. Shuning uchun bunaqa ilovalarni o'rnatib o'tirmang. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Blazing Cafe bo'ldi. Agarda shu videoning ikkinchi qismini chiqarishimni xohlasanglar, shu videoga 500 ta like yig'ib beringlar. Hammangizga kattakon rahmat videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun. Sizlar bilan har doimgidek Blazing Cafe bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. I just did a dash while your girl be looking mad. All these rappers suck, yeah. All these rappers ass. I'm in love with Fendi, baby. Used to rock the gap. I was down bad, now all I do is dance. I might cop a Lambo, baby. Really got the funds. I remember being broke. That was no fun. I don't get any shrimp. Used to eat Captain Crunch. Took your bitch to Paris. Just a stunt. 80,000 on my neck. Just a bunch. Running up the commas. Took your girl to lunch. Flexing is a habit. I can never give it up. Hey, yeah, I got hoes in my DMs trying to hit me for that money. I'm too busy, Billy chilling on the island with your granny. And we shopping, yeah, we real fancy. I just piped up, now your auntie getting handsy. I make a million, then I spend it on the